Yog'lari ham oqib ketdi. Sovuq kunlar kelishi bilan ko'pchilikning uyida bir xil muammo bo'ladi. Ya'ni romimdan sovuq o'tyapti. Buni bizda yechimi bor. Men yonimda hozir 3 ta bir xil rezinka turibdi. Ya'ni bir xil vazifani bajaradigan rezinka turibdi. Buni birinchi rezinkamiz mana quruq, yog'i kam, elastichness, ya'ni qayilish hisobi, yumshoqligi kamroq, ya'ni bu qattiqroq sal. Ikkinchi rezinkamiz yog'i bor va bu ham bukilish hisobi, ya'ni prijimi qattiqroq. Uchinchi rezinkamiz yog'i ko'p, juda ham yumshoq. Buni ichlaridan ham yog' chiqib turadi. Har tomonlama sifatli rezinka. Bu rezinkalarning asosiy vazifasi sovuq, issiq sovug'i va shumlarni to'sish. Birinchi rezinkamizga kafolat beriladi qancha? Bitta sezon, ya'ni 1 yil beriladi. Ikkinchi rezinkamizga 2 yil, 3 yil beriladi. Yog'i bor hisobiga. Uchinchi rezinkamizda bemalol 5-6 yil sizga tinmay xizmat qilib beradi. Eski romlaringizni yengillik qilib beradigan rezinka mana shu. Bu rezinkalar astromlarimizni, eshiklarimizni asosiy vazifalarini shu rezinkalar qiladi. Bu rezinkalarni tanlashda adashish kerak emas. Sizga keladi, zo'r qilib beraman, yaxshi qilib beraman deb ba'zi bir akfachilar, misol uchun mana bunaqa yog'siz yoki qattiq rezinka qo'yib ketishi mumkin. Bunda foyda yo'q, katta foyda bo'lmaydi. Sizning romlaringiz yana 1 yildan keyin yana shu holatga tushadi. Prijim bo'lmaydi, siqmaydi, o'sha hisobiga sovuq yana o'tadi. Bu rezinkalarimiz ham bo'lmaydi. 2 yil xizmat qiladi, shu bilan yana qotib qoladi bu rezinkalar. Bu rezinkamiz 5-6 yil yumshoq darajada o'zini xususiyatini yo'qotmagan holatda sizga 5-6 yil bemalol xizmat qilib beradi. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bilan podpiskani bosib qo'yinglar.